Men hozir sizga bitta zo'r mashq o'rgataman. Bo'yningizda kuchli og'riq bo'lsa ham ancha kamayishiga sababchi bo'lib qoladi. Birinchi navbatda qo'llarimizni bir-biriga juplashtiramiz va ko'krak qismimizni chiqaramiz. Shu holatda bo'ynimizni chapga 1, 2, 3 marta buramiz va o'ng tarafga xuddi shunaqa 1, 2, 3. Shu holatda yana pastga qaratamiz. 1, 2, 3. Orqaga qaratamiz. 1, 2, 3. Endi chapga qaraymiz. 1, 2, 3. O'ngga qaraymiz. 1, 2, 3. Eslatib o'taman. Qo'llarimizni bir-biriga jiplashish kerak va ko'krak qismimizni oldiga chiqish kerak. Shu holatda 2-3 marta bajaramiz. Agar siz kompyuterda va mashinada shu o'tirib ish qiladigan ishlarda ko'p ishlaydigan bo'lsangiz, shu mashqni kuniga 2-3 martadan bajaring va sizdagi og'riqlarning anchasi xudo xolasa ketadi.